bugun 2026-yil 16-yanvar Qo'shrabot tumanida kuchli qor yog'ayotganligi sababli mana Qo'shrabot tuman hududidagi avtomobil yo'llarini qordan tozalash ishlari olib borilyapti. Qo'shrabot tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi rahbari birgalikda, xodimlari hammamiz birgalikda mana yo'llarni ochyapmiz. Mana maxsus texnikalar, greder qum sepilyapti. Undan tashqari qum va tuz aralashmalari sepilib, barcha yo'llar harakat uchun ochilib, mana texnikalarni ishlatyapmiz. Mana kecha soat 23:00 bo'lishiga qaramasdan mana texnikalarimiz ishlayapti, yo'llarni ochyapmiz. Qor hali to'xtagani yo'q. Ertalabgacha bo'lsa ham mana shu yo'llarni ochib, texnikalarni harakatini ta'minlab beramiz.